هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Rum tefsiri 52. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Rum suresi 52. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şübhisiz ki sen ölüklerge sözünü anıltalmaysan. Ağısı qarab yüz örgen gaslağımı çakırqını anıltalmaysan. Korlanımı gumraqlıqdan qutquzup toğru yolga salalmaysan. Sen faqat bizning ayetlerimizge işinidiganlarla sözünü anıltalaysan. Ula musulmonlardır. Kafirlarning ölükke, gasqa ve qarığı oxşaydiganlıq toğrısıdır. Allah Teala mundaq deydi. Xuddi qabirlardagi ölüklerge sözünü anıltış senin qolundan kelmaginidek, haqni anglashdan qulaqlari gas bo'lgan kishilarga sözünü yetkizelmeysen. Shundaq turuqliq ular sendan yüzü öriydi. Shundaqla haqni ko'rishga ko'rlik qilgan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlashga va ularni gumrohliklardan qaytarishga qodir bo'lolmaysan. Belki undaq qilish Alloh taologa mansubdir. Alloh xolisa haqiqatan o'z qudrati bilan tiriklarning ovozlarini o'liklarga anglitadi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi, xohlagan odamni gumroh qiladi. Bu Allah Teala'dan başqa birmi adamning qo'lidan keldigan ish emas. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishonadiganlarga sözünü anglatalaysan. Ular musulmonlardir. Ya'ni ular Allah Teala'ga bo'ysunuvchilardir. Da'vatni qabul qiluvchilardir. Allah Teala'ning emriga itoat qiluvchilardir. Ayni shular haqni anglaydi ve uningga ergishadi. Bu müminlerin ahvalıdır. Yuqorisidagi kafirlarning misolidir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Sözüngni haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Sözüngga quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida o'liklarni Allah terildirdi. Ondan ular Allah'ның dergahıga qaytırıldı. Müminlerin anası Aişe radıyallahu anha şüphesiz ki sen ölüklerge sözünü anıltalmaysan degan bu ayetni Abdullah ibn Ömer'nin hata düşüncesini toğrulaş için delil qilgan idi. Vaqa mundaq bo'lgan. Bedir urushida öldürülgen müşrikler 3 günden keyin Bedir quduqiga tashlanganda Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma Peygamber aleyhisselamның ölüklerge taptana ve malamet qilib xitob qilganligi, hatta Ömer'nin onunğa ey Allah'ның peygamberi ölüp tapıqa aylanıp ketgan qavmga xitob qilamsan deb so'raganligi. Peygamber aleyhisselamның mening jinim ilkide bo'lgan zat Allah bilan qasamki, ular mening da'vatgan sözümni sizlardan yaxshiroq anglaydi, lekin ular javob qaytara olmaydi deganligini rivoyat qilgan edi. Shuning bilan Aisha radhiyallohu anha u hadisni tushuntirib, Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini bayon qildi. Shak shubhisizki, ular hozir mening ularga yetkizgan sözümning haq ekanligini cho'qim biladi. Qatada Allah ularni Peygamber aleyhisselamның taptana
malamet ve lanet qilish yüzüsidan qilgan sözünü ularning anglish uchun terildirdi dedi. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qiyirliqni yetkizdi. Allah nimani xohlasa shuni yaratdi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. İnsanning yaratilish va yashash bosqichlari to'g'risida Allah Teala bu ayette insanның basqışdan basqışqa yetkilib bir qancha basqışlarda bir qancha basqışlarda yaratiladiganligini xabar qildi. İnsanның asli tuproqdan yaratildi. Ondan abi meniden, ondan laxt qondan, ondan bir parça go'shtdan yaratildi. Ondan u so'ngakka aylandi. Ondan so'ngakka go'sht qondirildi. Onunğa jon kirgizildi. Ondan anasının qo'sig'idan zaif, ojiz va kuchsiz holatda tug'ildi. Ondan asta o'sib kichik bolaga aylandi. Ondan o'smirga, ondan qironiga yetgan yigitga aylandi. Bu uning ojizlikdan keyin kuch-quvvatga to'lgan vaqtidir. Ondan kuchi ozlashga boshlab o'ttir yoshlik holatiga keldi. Ondan qiriydi. U uning kuch-quvvatga to'lgandan keyin ojizlagan vaqtidir. Bu vaqtda iroda, harakat va kuch ojizlaydi. Choch og'ridi. Yo'shurun va oshkor sifatlar o'zgardi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga qiyirliqni yetkizdi. Allah nimani xohlasa shuni yaratdi. Ya'ni nimani xohlasa shuni qildi. Bandalarga nimani iroda qilsa shu bo'yicha ish qildi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozg'in vaqt turganligiga qasam qildi. Ular dunyodagi chog'lardimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. Ilmi va iymoni va odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. Ya'ni qiyomatning haqliqiga ishonmaydinglar. Bu kunda zalimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ularning tavba qilishi yo itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Kafirlarning dunyo va oxiratda nodonlik qilishi to'g'risida Allah bu oyatda kafirlarning dunyo va oxiratdagi do'tlikini xabar qildi. Ular dunyoda butlarga cho'qinishdek razil qilmishlarni qildi. Oxiratda ular uningdan cho'ng do'tlik qildi. Masalan, ular dunyoda faqat ozg'ina bir soatli turdik deb Alloh taolo qasam ichdi. Ularning bundaq deyishidagi maqsadi o'zlariga qarshi pok turg'izmasligi uchundir. Lekin ularning o'zr aytishiga muhlat berilmaydi. Ular dunyodagi chaqlaridimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. Ilmi va iymoni va odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kuniga chiqaldinglar. Ya'ni mu'min olimlar xuddi dunyoda ularga qarshi pok turg'izgandek, qiyomatdimi ular dunyoda faqat ozg'ina vaqt turdik deb qasam qilgan chaqda ularga mundaq deydi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kuniga chiqaldinglar. Ya'ni Allah belgilagan amallaringlarning taqdiri bo'yicha sizlar yaratilgan kundan tortib qabrlaringlardan chiqarilgan kunga qadar dunyoda turdinglar. Lekin sizlar bilmaydinglar.
ya'ni qiyomatning haqliqiga ishonmaydinglar. Bu kunda, ya'ni qiyomat kunida zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ya'ni yomon qilmishlaridan ularning aytgan o'zrilari ularga foydasizdir. Ularning Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Ya'ni ularning tavba qilib va Alloh taologa itoat qilib Alloh taoloni rozi qilish uchun ular dunyoga qaytarilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisholmaydi. Şek şübhisizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytidiki, sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Allohning birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundaq pechatlaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarning aziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni diqqat qilib qo'ymasin. Qur'onda tamsillarning keltirilishi kafirlarning bu tamsillardan ibrat olmaydiganlik to'g'risida. Şek şübhisizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Ya'ni şübhisizki biz Qur'onda ularga haqni bayon qildik va uni ro'shanlashtirib berdik. Ularga haqiqat oydinlashsin va ular uningga ergashsin deb turli misollarni keltirdik. Agar sen ularga oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kafirlar çoxum aytidiki, sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Ya'ni agar ular qandaqliki mo'jizani ko'rsa, u mo'jiza mayli ularning talabi bo'yicha bo'lsin yoki boshqa bir mo'jiza bo'lsin, ular uning ishonmaydi. Uni sehr yoki yolg'on deb e'tiqod qiladi. Ular oyning yerilishi va uningga o'xshagan mo'jizalar haqida sözlerini kılgan Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Şübhisizki Rabbingning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Allah'ның birligini bilmeydiğen kuffarlarının dillerini muşundaq pechatlaymiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarning aziyatlariga sabr qilgin. Allah'ның sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Ya'ni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning muxolifatchilik qilganligiga va haq bilan qarshilashganligiga sabr qilgin. Allah Teala çoxum müşriklarga qarshi sana yordam berish, sana ve sana ergashganlarga dunyo va oxiratda yaxshi oqibat berish haqida sana bergan va'dasini ishga oshirdi. Oxiratga ishonmaydiganlar seni diqqat qilib qo'ymasin. Ya'ni Allah seni avatgan narsa ustida ching turg'in. U haqdir. Onunda şek yoktur. Onundan burulup ketmegin. Onundan başka nerside erişki tegişlik hidayet yolu bulmaydı. Belki hakkının hemmesi Kur'an'a ixcamlangandır. Bu ulug' surning fazilati ve onu fajr namozida o'qishning yaxshi ekanligi haqida rivoyat to'g'risida. Yaxshi ekanligi haqidagi rivoyat to'g'risida. İmam Ahmed Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinin birinden mundaq rivayet kıldı. Peygamber Aleyhisselam sahabelen bilen
fajr namozini o'qidi. Namozda sura Rumni o'qib, qiroatda samanlik o'tkazib qoldi-da, ondan mundaq dedi. Ba'zi kishilarning tahoratni yaxshi olmay biz bilan namoz o'qiganligi sababidan biz qiroatda ilishib ketamiz. Sizlardan kimiki biz bilan namoz o'qisa, tahoratni yaxshi olsin. Bu hadisda ajoyib sir, hayron qolarlik xabar bordir. U bo'lsa-mu iqtido qilgan kishilarning tahoratidagi nuqsonning payg'ambar alayhisalomga ta'sir qilishidir. Bu ish imomga iqtido qiluvchilarning namozining imomning namozi bilan aloqador ekanligini ko'rsatib berdi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Rumning tafsiri oxirlashdi. Cemi hamd sana ve medhiye Allah'a xasdır. Kelar qitimda sura Luqman tafsiri 1. ayetinden başlap anlaysizlar inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.